kecha kelganmiz, mana bugun aylanib yuribmiz. Masjidlarga bordik. Mana yana bu yoqlarga keldik. Juda yaxshi joylar ekan. Odamlar ham hurmat qilar ekan. Hammalaring ishonchga ishoninglar. Olinglar, sizlar ham yutinglar, kelinglar aylanib hammalaring. Mana biz Abu Dabiga bugun ishonch do'konlaridan g'olib bo'lgan bir guruh sayohatchilar bilan sayohat uyushtirdik. Bugun mana ikkinchi kunimiz. Birinchi kunlarimiz ham juda ham go'zal o'tgan edi. Bugun ikkinchi kunimiz. Oqmachit, mana bizning muzeylar va yaqinlarimizga sovg'a bilan shug'ullanyapmiz. Assalomu alaykum. Bizlar yaxshi Dubayda putешествие qilyapmiz. Sayohat juda yaxshi. Bugun ikkinchi kuni. Hammasi zo'r. Ishonchga rahmat. Charchamanglar. Ishonchdan Ama-Surprizdan Dubay sayohati yetib oldim. Mana o'rtoqlar hozir Dubayda yuribmiz. Mana hozir nimada Dahada Abu Dabida. Mana juda ham zo'r chiroyli shaharlar ekan. Hammalaringga taklif qilaman ishonchdan xarid qilib Dubay sayohatini yetib olishlaringni. Zo'r joylar ekan. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.